Sizlar hormanglar, baxtiyormisizlar? Men qo'pol qilib aytsam, xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lmasanglar aytaman. Xafa bo'lsanglar meni bir qoshiq qonimdan kechiring. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi. Unitazga o'xshaydi. Hamma kelib siyib ketaveradi qo'pol qilayotganda. Не надо любите себя, уважайте себя. Bir eringda bo'lsa Mendan xafa bo'lmanglar. Men ham o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Menimcha bu video intervyuni ko'p kishi ko'rdi, ko'pchilik blogerlar chiqib o'zlarining fikrlarini aytdilar. Bu videoda bitta gap to'g'ri aytilgan. Eridan ajrashgan ayolga hamma kelib yopishaveradi. Unitazga o'xshaydi. Tipo shunaqa gap. Bu ma'nosini ko'p kishi tushunmadi. Может быть, meni ham gaplarimni ko'p kishi tushunmaydi. Xafa bo'lishi mumkin, lekin baribir aytaman. Hech qaysi erkak ajrashgan ayolga seryozni qaramaydi. Bu narsa erkaklarning krugiga ham gapiriladi. Tipo, u eridan ajrashgan, bu bilan bemalol любой ishingni qilishing mumkin. Bu videoda Yulduz Usmonova aytayaptiki, kerak emas, ishonmanglar, o'zlaringizni sevinglar, цените себя, любите себя deyaptilar. Bu degani ko'p ajrashgan xotinlar, ayollar ishonadilar, tipo, men u bilan yursam, qolgan ishlarni qilsam ham, u bilan yashasam ham, u menga qachondir uylanadi. Va men даже shunaqasini eshitganmanki, что yigitlar krugda bir-biriga ajrashgan ayollarni tavsiya qiladilar, tipo, ana bu zo'r, ana buni tam bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa qilsa bo'ladi. То есть men bu videoda mana shu gapni eshitdim va mana shu smyslni yetkazib bilmaganlarni eshitdim. Blogerlar chiqqan, gapirgan, ajrashgan ayolni musur dedilar, unitazga o'xshaysizlar dedi, tuda-suda. Bu har kim o'ziga kerak narsani, kerakli informatsiyani qabul qiladi. Va bu videoga bitta gapga qo'shilmayman, to что xotin kishi hamma narsani qilib, oilasini saqlashi kerak. Bu narsa faqatgina xotin kishining qo'lida emas, bu narsa xotin ikki kishining qo'lida bo'ladi. Shuning uchun hozirgi situatsiyani blogerlar chiqib, boshqa tarafga o'girib, tipo Yulduz Usmonova ajrashgan ayollarni yomon dedi, unitaz dedi, unaqa dedi, bunaqa dedi degan ma'noni ovoza qilmanglar, ishonmanglar. Lekin eridan ajrashib, karyera qilib, o'zini sevib, o'zini bolasiga berib, yaxshi hayot qilgan, ilaji yaxshi ikkinchi oila qurganlarni ham bilaman. Bu videomda hech kimni men yomon demoqchi emasman, ajrashgan ayollar yomon demoqchi emasman. Prosta bu videoni bukvalno sizlar boshqa xil tushunib, pashchadan fil yasash ma'nosida qilyapsizlar.